Men Instagramdagi mana bu videoni ko'rib shokka tushdim. Siz bu ishni qildirib o'zingizga juda ko'p muammolarni, hattoki o'limni ham sotib olayotgan bo'lishingiz mumkin. Videoni ko'ringlar, men o'z gap nima haqida ketayotganligini sizlarga aytib beraman. Qizlar, hozir bu opamizni yog'larini bo'lmay olib tashlaymiz qornalaridan. Hech ham o'rinlari yo'q ekan, yaxshi ekan. Bo'ldi? Bu videoni ko'rsangizlar, kosmetologik kabinetda kosmetolog tomonidan liposaksiya amaliyoti amalga oshirilyapti. O'zi bironta kosmetologga kesish, tikish, jarrohlik amaliyotini amalga oshirish mumkin emas. Videoni ko'rsangizlar agar juda ko'p o'z muammolarimni sizlarga sanab beraman. Birinchisi bu antisanitariya holati. Ya'ni sizga jarrohlik amaliyoti qilinayotgan vaqtda bu steril muhitda, steril sharoitda amalga oshirilishi kerak. Bu yerda esa sterilizatsiyani S harfi ham yo'q. Amaliyotni qilayotgan odamning qo'lida nesterilniy одноразовый perchatkalar, bemorning ustida esa sochiq tashalgan. Sochiq o'zida juda ko'p infeksiyalarni yig'adi. Shunaqa bo'lishiga qaramasdan ham, ya'ni bemorning qorniga o'sha liposaksiya qiladigan instrumentni tiqib, liposaksiya amaliyoti amalga oshirilyapti. Hattoki liposaksiya qilayotgan odam ya'ni pijamada uy kiyimlarida ekanligini ham ko'rishlaringiz mumkin. Endi bu yerda qanaqa muammo bo'lishi mumkin? Sizni organizmingizda istalgan jarrohlik amaliyotidan keyin infeksiya tushish xavfi bor. Ya'ni agar hozir kosmetolog sizni qorningizga infeksiyani joylab qo'yadigan bo'lsa, bu yerda yiringli jarayon, sizni qorningizda yallig'lanish jarayoni kechadi. Bu esa demak juda katta muammolarga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari hozirgi kunda masalan gepatit, spid, sifilis kabi juda ko'p virusli kasalliklar bor. Shularni ham siz bemalol mana shu sharoitda yuqtirib olishingiz mumkin. Ikkinchi masalamiz, bu amaliyot kosmetologik kabinetda amalga oshirilyapti. Agar sizni organizmingizda dorilarga nisbatan allergiya bo'ladigan bo'lsa, sizga yordam beradigan anesteziolog, reanimatolog yoki o'sha reanimatsiya kerakli asbob anjomlari, dorilari katta ehtimol bilan bu yerda yo'q. Siz allergiyani o'zidan ham masalan juda og'ir ahvolga tushib qolishingiz mumkin. Bundan tashqari bolevoy shok degan narsa bor. Ya'ni odam juda kuchli og'riq sezadigan bo'lsa, o'shanda odam shokka tushib qolishi mumkin. Bu yerda ham liposaksiya amaliyoti mahalliy og'riqsizlantirish ostida amalga oshirilyapti. Ya'ni qayerlargadir kosmetologlar lidokain qilishgan va kirib sizni liposaksiya qilishyapti. Lidokainni bir martalik tanada kirgizilsa bo'ladigan miqdori bor. Masalan, aytaylik 200 ml dan ko'p lidokainni sizga bir martaga yuborish mumkin emas, chunki bu organizmingizga zarar bo'lib qolishi mumkin. Siz uncha anestetik bilan faqat ozgina miqdordagi joyni og'riqsizlantira olasiz. Liposaksiya qilayotgan vaqtda bexosdan ichkariroqqa sizga kanyulani tiqib yuborsa, kuchli og'riqdan shok holatiga tushishingiz mumkin. Bundan tashqari umuman liposaksiya amaliyotini qilishdan oldin bemor juda ko'p analizlardan o'tkaziladi. Bizda 16 ga yaqin analizlar bor. Qon, siydik, buyrak, jigar, o'pka hamma tomonlama bemorni tekshiramiz. Agar organizm operatsiyani ko'tara olsa, biz liposaksiya amaliyotini qilib berishimiz mumkin. Bu yerda esa katta ehtimol bilan bemordan umuman analizlar olinmagan, bundan oldingi bemordan ham olinmagan bo'lishi mumkin va u bemorning qanaqadir infeksiyasini sizga yuqtirish xavfi juda yuqori. Undan tashqari agar bu operatsiyaga siz qilishga sizda qarshi ko'rsatma bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir qon kasalliklari, buyrak yetishmovchiligi, jigardagi muammo bo'lishi mumkin yoki gemoglobiningiz past bo'lishi mumkin. Bu juda og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Operatsiyadan keyin lipoemboliya, tromboemboliya degan juda og'ir asoratlar bor. Bu nima degani? Sizni liposaksiya qilgandan keyin kichkina, ya'ni yog' bo'lagi agar tomiringizga tushib qoladigan bo'lsa, qon bilan borib tanangizni istalgan joyda tiqilishi mumkin. Agar o'pkada, miyada tiqiladigan bo'lsa, sizda ya'ni qon aylanishini buzilishining hisobiga ya'ni letalniy ishoddan bo'lishi mumkin. Bu yerda esa mana shu tromboemboliya, lipoemboliya xavfi juda yuqori. Biz operatsiyadan oldin bemorni ozgina tayyorlab olamiz operatsiyaga. Operatsiyadan keyin esa mana shu lipoemboliya, tromboemboliyani oldini oladigan lecheniyalar обязательно qilinadi. Bu yerda endi bilmadim qanchalik bu qonun qoidalariga rioya qilishyapti. Aytaylik, sizda mana bu yuqorida sanagan muammolarimiz bo'lmadi. Liposaksiya qilayotgan jarayonning o'zida agar kuchliroq liposaktorni ishlatadigan bo'lsa, bironta kattaroq tomiringizni jarohatlashi mumkin yoki qorin bo'shlig'iga, ya'ni prokol qilib qorin bo'shlig'iga instrumentni tiqib yuborishi ham mumkin. Mana shundan ham juda og'ir oqibatlarga, ya'ni bu amaliyot olib keladi. Yaxshi, aytaylik, mana bu muammolar bo'lmadi, hammasi sizda liposaksiya amaliyoti zo'r bo'ldi. Qolgan muammolarni chetga suraylik. Lekin siz bu amaliyot bilan nimaga erishasiz? Ya'ni bu yerda katta qorin
u yerda ortiqcha yog'dan tashqari juda ko'p terilar ham bor. Homiladorlikdan keyin diastaz ham ochilgan. Siz ozgina 1 litr yog'ingizni olganingiz bilan tanangizda hech qanaqa ya'ni o'zgarish bo'lmaydi. Nabarot, siz kattaroq, silliqroq qorningizni olib, g'adir-budur, burishgan, terisi osilgan qoringa aylantirib qo'yasiz. Bu nabarot, ya'ni qorningizni xunuk qilib qo'yadi. Bundan tashqari yuqorida aytganimizdek, shuncha, ya'ni sizda muammo bo'lish ehtimoli bor. Aytmoqchi bo'lganim, bu liposaksiya amaliyotining natijasi o'zi rasvo. Plus sizda shuncha muammo bo'lish ehtimoli bor. Videoning eng qiziq joyini o'zi qo'yib beraman sizlarga. Mana bu mana qorinlardan chiqqan yog' 1 litr. Hozir yog'ini to'kib yuboramiz. Qizlar buni po'paga, grudga quysa ham bo'ladi. Ko'krakka zo'r kattalashtiradi. O'zini tabiiy yog'i. Po'palarga ham quysa bo'ladi. Mana shu yog'ni dumbaga lipofiling qilsa bo'ladi. Ya'ni bizda shunaqa amaliyot bor, ya'ni qorningizdan, tanangizdan chiqqan yog'larni yegaditsangizga lipofiling qilib formani shakllantirib berishimiz mumkin. Ko'krakka hozirgi kunda tavsiya bermaymiz. No, u steril sharoitda yig'ilgan yog'ni biz obrabotkadan so'ng ichiga yana qo'shiladigan preparatlari bor. Yegaditsamizga jo'natib chiroyli figura shakllantiramiz. Endi siz agar o'zi mana bu yog'ni quysangiz dumbangizga 100% tanangizga infeksiyani joylaysiz. Joylaganingizdan keyin yegaditsangizda, ya'ni yiringlash prosesi ketadi, abses bo'ladi va 2-3 oy dumbangizdan yiring oqib yurish ehtimoli bor. Va juda xunuk burishgan, yegaditsani chiritgan holatga olib kelib qo'yasiz. Xullas, bu video bilan nima demoqchi biz? Aziz ayollar, biz hech kimni yomonlash, qoralash, ya'ni qanaqadir obro'sizlantirishdan yiroq biz. Prosta sizlarga aytyapmizki, ko'zlaringizni ochinglar, mana bunaqa xavfli amaliyotlarni qilib, o'zlaringizni, hayotlaringizni xavf ostiga qo'ymanglar. Undan ko'ra aytganimda o'sha ozgina kattaroq bo'lsa ham o'zingizni silliqroq, chiroyliroq qorningiz bilan yurganingiz ma'qul, buncha muammoni orttirgandan ko'ra. Agar sizni ham kosmetologga borib liposaksiya qildirmoqchi bo'lgan tanishingiz, dugonangiz bo'lsa, agar mana bu videoni tashlab qo'ying. Fikrlaringiz, savollaringiz qanaqadir bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yo'llab qo'yinglar. Biz yig'ib hammasini bitta sizlar uchun video qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.